avtomobillar videoni davom ettiramiz. Bu ovozimiz parodasini o'zlari aytib o'tib ketasizlar. Hadi shu like'larni bosib yuboramiz. Obuna bo'lib qo'yamiz. Yana zo'r videodan olaveramiz. Mana 25 ming so'm savdo qilyapti ekan, egasi 26 ming so'mga sizga beramiz deyaptilar. Sizlar tushunmaysizlar. Savdo qilyapti ekan. Muqamiz. Kanal qanaqa aytya? Tojikiston mollari. Tojikiston mollari yangisini bilmadim-da sen. Bu yoqda ya egasini tushunmaysiz. Egasi olmaysiz. Narxni ham aytib videoga-da. Ha, olamiz. Bu qancha bo'libdi aka u? 41 bo'lyapti, ikkitasi savdo bo'lyapti. Oqbosh bilanmi? Ha. Mana shu ikkitani ovoz 41 ming so'm bo'lyapti ekan. Bular 1 yashardan o'tgandan ovoz. Orqalaridan ham videoga olib o'tamiz. Bular savdo bo'lyapti ekan hozir bular 41 ming so'm. YouTube. Yo'q, qanaqa jiratda. Baraka qilamiz, baraka qilamiz. Mana maqani yurib. Qani Qaysi kanaldasan? Tojikiston mollari. Tojikiston mollari, ha. Yo'qsiz chiqadi yangi. Ha, yo'q edi. Yo'q. Tojikiston kanali. Mollarimiz narxini bilolmadik. Buni qancha qilyapti tog'a? 21 ming? 21 ming so'm savdo qilyapti. Bu o'zimizni kurkatni jaydar parodalar. Azizlar, Navoz bozorimizni shu ikkita Navozni olib, yo ikkita olib, shu bilan to'xtatamiz videoni. Keyingi qo'y bozor bo'ladi. Aka Navoz qancha bo'ladi? 14 ming so'm. Mana azizlar, bunisi o'zimizni kurkatni parodasini, shoxdor parodasini shoxini kuydirishgan yoshligida. Kal bo'lib o'sgan. Bu qancha bo'ldi ekan aka? 27 uni Живой весga 53 dan so'ng. Живой весga 53 somondan bo'pti, 550 kilo chiqarkan. Deysa. Azizlar, eng oxirgi bozorimizni tugatib beradigan gigant navosimiz. Mana o'zimiz chesta ko'rgan. Navoz qancha bo'ldi ekan aka? 37 ming. 37 ming so'm savdo bo'ldi. Bu hali to'lishib ulgurmagan. Bundan hali zot olsa ham bo'ladigan. O'zimizni kurkatni paroda novoslarga like bosib yuborasizlar. Bosib yuboramizmi?